Siz ham buxgalter va moliyachini farqini bilmaysizmi? Men ham buxgalter bo'lganman, ham moliyachi. Sizga aniq ayta olamanki, bu ikkalasi boshqa dunyo. Keling ko'rib chiqamiz. Men buxgalterman. Meni asosiy vazifam korxonada to'g'ri hujjatlashtirish, to'g'ri hisob yuritish, soliq hisobotlarni o'z vaqtida topshirish va o'z vaqtida to'lashdan iborat. Men moliyachiman. Meni asosiy vazifam korxonada bo'layotgan barcha jarayonlarni raqamlar bilan ochib berish, ularni kuzatib borish va ular asosida qarorlar qabul qilib, korxona foydasini o'stirishdan iborat. Men buxgalterman. Rostini aytsam, korxonada qancha daromad bo'ladi, qancha xarajat bo'ladi, qancha hisob foyda bo'ladi, bu menga unchalik qiziq emas. Menga asosiysi soliq tomonidan muammo bo'lmasa bo'ldi. Men moliyachiman. Menga esa soliqning uncha ahamiyati yo'q. Qachon qiziq bo'lib qoladi? Qachonki doimgidan oshib ketsa. Menga nima qiziq? Menga tovarlar aktivligi, pulni likvidligi va foyda zarar qiziqroq. Men buxgalterman. Korxonada hujjatlarni, raqamlarni hisobini olib yuraman va bular asosida hisobotlar chiqaraman. Lekin bu hisobotlar asosida men hech qanday analitika qilmayman, ular ustida qaror qabul qilmayman. Bu mening ishim emas. Men moliyachiman. Men buxgalter bergan ma'lumotlar asosida qaysi qo'lyotgan qancha foyda zarar bo'ldi, qaysi tovardan qancha foyda ko'rdik yoki qaysi xaridor ko'proq bizga daromad olib kelyapti degan ma'lumotlar asosida kelajakka qarorlar qilaman. Shu asosida analitikalarni olib boraman. Tajribamdan kelib chiqib shuni ayta olamanki, buxgalter ishlaganimda korxonani foyda zararini o'ylashga na vaqtim, na xohishim bor edi. Sababi bizni buxgalteriya va soliq tizimi bunga umuman imkon bermaydi. Sababi butun kunni hujjat va soliqlar bilan o'tkazasiz. Moliyachi bo'lganimdan keyin esa xuddi biznes egasi kabi o'zimni his qildim. Korxonadagi foyda zarar, moliyaviy holati kompaniyani va umuman butun biznes jarayonlari menga qiziq bo'lib qoldi. Ikkalasi ham biznes uchun bab-baravar muhim. Buxgalteriyasiz umuman biznes bo'lmaydi, ammo moliyachisiz esa biznes rivojlanishi va maktablashishi juda qiyin. Oddiy qilib aytaman, buxgalteriya bu himoya, moliya bu hujum. Himoya bo'lmasa yiqilasiz, hujum bo'lmasa g'alaba qozona olmaysiz. Agar tanishlaringiz orasida hali ham buxgalter va moliyachini chalkashtiradiganlar bo'lsa, bu videoni ushbu tanishlaringizga jo'nating va sahifamga obuna bo'ling.